Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan trend liniya mavzusini o'tamiz. Xo'p, trend o'zi bu nima? Trend bu o'zi bizga bozor yo'nalishini ko'rsatib beradi va trend liniya yordamida biz bozor savdoga kiramiz. Xo'p, trend bizda ikki xil turga bo'linadi. Birinchisi uptrend, ikkinchisi downtrend. Uptrend hosil bo'lish uchun bizga ikkita minimum va bitta maksimum kerak bo'ladi. Downtrendda xuddi shuni teskarisi bizga ikkita maksimum va bitta minimum kerak bo'ladi. Xo'p, bizda uptrend hosil bo'lish uchun bizga ikkita minimum va bitta maksimum kerak bo'ladi. Downtrend hosil bo'lish uchun ikkita maksimum va bitta minimum kerak bo'ladi. Xo'p, mana bizda birinchi minimum, ikkinchi minimum va maksimumimiz. Xo'p, endi eslab qolinglar, bizda trend liniya yordamida savdo qilayotgan bo'lsangiz, trend liniyaning asosiy qoidasi bor. Ya'ni har doim trend liniyani 3-tachidan, ya'ni 3-liniyamizga urilishidan savdoga kiriladi. Downtrendda ham, uptrendda ham bir xil qoidasi. Ya'ni 3-tachidan savdoga kiramiz. Ikkita minimum, bitta maksimum hosil bo'ldi va xuddi shu holatda bizda uptrendimiz hosil bo'ldi. Endi biz 3-tachdan savdoga kiramiz, ya'ni buyga. Endi qaranglar, bizda kirish nuqtamiz aniq. Bizda hozir noaniq bo'lgan narsalardan stop loss va take profit bo'ladi. Xo'p, uptrendda, ya'ni buyga ishlayotganimizda stop lossimizni eng yaqin minimumga qo'yamiz. Take profit oxirgi qoldirilgan maksimum bo'ladi. Ya'ni bizning birinchi take profitimiz, birinchi borib berish kerak bo'lgan nuqta bizda oxirgi qoldirilgan maksimum bo'ladi. Downtrendda ham xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Ya'ni ikkita maksimum va bitta minimum hosil bo'lgandan keyin bizda downtrend hosil bo'ladi va 3-tachidan sellga savdoga kiramiz. Stop lossi eng yaqin qoldirilgan maksimumga qo'yiladi. Take profit bo'lsa eng yaqin oxirgi qoldirilgan minimumga qo'yiladi take profitimiz. Endi sizlar bilan buni real bozorda ko'rib o'tamiz. Mana ko'rishimiz mumkin. Bizda bitta minimum, bitta maksimum va bitta minimum. Ya'ni bizda ikkita minimum va bitta maksimum hosil bo'lgandan keyin bizda uptrendimiz hosil bo'ldi. Ya'ni mana ikkita minimum va bitta maksimum. Va uje 3-tachdan biz, ya'ni 3-liniyaga kelib urilishidan biz buyga savdoga kiramiz. Ya'ni uptrend bo'lgani uchun biz buyga savdoga kiramiz. Xo'p, stop lossimiz bizda eng yaqin minimumga qo'yiladi. Take profitimiz bo'lsa eng oxirgi qoldirilgan maksimumga qo'yiladi. Xo'p, ikkita minimum va bitta maksimum hosil bo'lgandan keyin bizda uptrend bu holatimizda hosil bo'ldi va 3-tachdan biz buyga savdoga kiramiz. Xo'p, endi kirish nuqtamiz aniq, lekin stop loss va take profit nuqtalarimiz aniq emas. Xo'p, stop lossimiz eng yaqin qoldirilgan minimumga qo'yiladi. Take profit bo'lsa eng oxirgi qoldirilgan maksimumga qo'yamiz. Ya'ni bu holatga qo'ysak bo'ladi take profitimizni. Xo'p, ko'rsanglar bo'ladi, kirilgan nuqta va yurib berishi. Ya'ni kirgan nuqtalardan o'sha oxirgi qoldirilgan maksimumgacha ham bozor 438 pips yurib bergan take profitimizgacha. Xo'p, bu bizda uptrend holati bo'ldi. Ya'ni qanaqa uptrend hosil bo'lyapti, qayerga stop loss qo'yilyapti, qayerga kirish nuqta bo'lyapti, qayerga take profit qo'yilyapti. Bu narsalarni biz ko'rib chiqdik va tushundinglar degan umiddaman. Xo'p, uptrend sizlar bilan ko'rib chiqdik. Endi downtrendni real bozorda bitta ko'rib o'tamiz. Xo'p, endi sizlar bilan downtrendni real bozorda bitta ko'rib chiqamiz. Mana bizda bu yoqda ikkita maksimum
va bitta minimum hosil bo'lgan. Ya'ni xuddi shu holatda bizda downtrend hosil bo'lgan. Endi trend liniya tortamiz. Birinchi, ikkinchi touchga to'g'ri teg'izib ko'rishingiz mumkin. Birinchi, ikkinchi touchga idealni tegdi va uchinchi touchdan biz sellga savdoga kiramiz. Mana uchinchi nuqtamiz va bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Kirish nuqtamiz aniq, stop lossimiz eng yaqin qoldirilgan maksimumga qo'yiladi. Take profit bo'lsa eng oxirgi qoldirilgan minimumga qo'yiladi. Sababi biz hozir sellga ishlaymiz. Shuni hisobiga take profitimiz minimumda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, kirilgan nuqtadan take profitimizgacha 890 pips yurib bergan.